Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarim. Bugun sizlarga juda ham yengil hazm bo'ladigan, dieta qotganlarga ham to'g'ri keladigan taom o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz 250 gram qiyma, 250 gram tovuq go'shti, bu yerda ukrop bilan chesnok, ziravorli tuz, shirin paprika, rolton pripravasi, salat yog'i, tomat kerak bo'ladi. Bir dona tuxumimizni ham solamiz. Hamma mahsulotlarimizni chopperga solib, chopper qilib olamiz. Mana qiymamizni tayyorlab oldik. Chopper qilib xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Qiymamizni solib o'rashimizga bizga lavash xamiri kerak bo'ladi. Lavash xamirimizga qiymamizni teng yarmini solamiz-da, yoyib chiqamiz ustiga. Menda ikkita lavash xamiriga shu qiymamiz bemalol yetadi. Lavash xamiriga qiymamizni yoyib oldik. Endi rulet shaklida o'rab chiqamiz. Rulet shaklida o'rab oldik. Endi kesib chiqamiz. Mana oralari. Endi shu shaklda kesib chiqamiz hammasini. Mana rulet shaklida kesib oldik. Yog'langan idishimizga terib chiqdik. Endi buni qizib turgan duxovka pechiga 250 gradusga 30 daqiqaga jo'natamiz. Ovqatimiz tayyor bo'lgunicha tagiga qatuli sos tayyorlaymiz. Buning uchun bizga qatu, bir bosh zubchik chesnok, ozgina ukrop kerak bo'ladi. Mana qatuni ustiga solamiz. Chesnogimizni chesnok ezadiganida ezib olamiz. Hammasini soldik. Endi buni aralashtirib olamiz. Mana sousimiz tayyor bo'ldi. Pishishiga 5 daqiqa qolganda ustiga sirlarimizni qo'yib chiqamiz. Mana taomimiz pishib chiqdi. Ustlarida sirlari erib, chiroyli bo'lib, endi taomimizni chiroyli qilib idishimizga suzib olamiz. Mana taomimizni chiroyli qilib suzib oldik. Juda ham tez tayyor bo'ladi, juda ham mazali. Albatta tayyorlab ko'ringlar.